Obunachilar, videoni ko'rishdan kanalga obuna bo'lamiz. Biz endi X2 mashinasi keldi. Soni Stramberol Lux konditsioner 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 25-30% kraskasi bu mashina ottirlisda taqilgan, 4 yangi bilan taqilgan. Sana holdar yaxshi holatda, mashina chig'ol polik, magnitofon ko'rgan hammasi bu. Mashina turgan 681 ming. Holdar yaxshi holatda, sizinkilar cho'kib ketmagan. Holatlari. Mashina istirahatasi yaxshi. Mashina minishga tayyor. Hech qanaqa xarajat yo'q. Mashina motor, korobka, hadoy hammasi javob. Motor borullari. Mashina narxi 55 million. Naqd pulda yanada kelishtirib beramiz. 20 million 25 million pul borlarga narsaga hech qanaqa bank beramiz. Bizda barcha xizmatlar ham bor. Kelurasizlar.